Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Navbatda diqqatingizda bo'ladigan Misrlik olim Muhammad Xuzari tarafidan yozilib, Muhammad Salih Damulloh hajim tarjima qilgan va Xalq nashriyati tarafidan nashr qilinib, Shinxua kitobxonalari orqali tarqatilgan Muhammad alayhissalomning tarjima holi nomli asar. Bu asar islom dini sohasida ishonchlik deb qaralgan mo'l materiallar asosida bir qadar sistemalik ixcham yozilgan bo'lib, uningda Muhammad alayhissalomning qabilasi, jamiyati, oilaviy kelib chiqishi, bolalik va yoshlik davridagi asosiy kechirmishlari, adab axloqi, dinga da'vat qilish yo'lidagi faoliyatlari, umumiy diniy ta'limotlari, ijtimoiy tashabbuslari, chet ellar va g'ayridindikilar bilan bo'lgan munosabatlari, islom qo'shinini yetaklab elib borgan dalo urushlari, Arab yarim orolini birlikka keltirib, din bilan hokimiyat birlashtirilgan islom davlatining asosini barpo qilish jarayoni bayon qilinadi. 7-asrdagi Arab yarim orolining ijtimoiy tarixiy qiyofati jonliq suratlab beriladi. Ayni vaqtlarda yuz bergan bir qator muhim tarixiy voqealar so'zlanadi. Keng musulmonlarning bu asarni ko'p o'qishini yoki ovozliq nusxasini takror anglashini samimiy tavsiya qilaman. Hurmatli anglag'uvchilar, diqqatinglar asarning davomida bo'lsin. Birinchi bob esil nasab. Dunyoga kelish bilan insonlarni sharafga ega qilgan hurmatli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning otasi Abdullah, onasi Amina edi. Amina Quraysh qabilasi Zuhra jamiyatiga mansub Vahbining qizi edi. Abdullahning otasi Abdul Mutallib, onasi Amina bo'lib, u Quraysh qabilasi Maxzum jamiyatiga mansub Amirning qizi edi. Abdul Mutallib Quraysh qabilasi ichida hurmatli bo'y bo'lib, Qurayshlar qiyin ahvollarga yo'liqqan chaqda uning fikri bo'yicha ish qiladi. Cho'ng ishlarda uningga bo'ysunadi. Abdul Mutallibning otasi Hashim, onasi Salma bo'lib, u Xazraj qabilasi Najjar jamiyatiga mansub Amirning qizi edi. Hashimning otasi Abdumanab, onasi Atika bo'lib, u Salim jamiyatiga mansub Murraning qizi edi. Abdumanabning otasi Qusay, onasi Hubba bo'lib, u Xuza'a jamiyatiga mansub Halilning qizi edi. Jahiliyat davrida Baytullohni boshqarish xizmatini qilish, ziyoratga kelganlarni suv va tomoq bilan ta'minlash, Quraysh qabilasi bo'yicha maslahat yig'inlarini ichish huquqi Qusayning qo'lida edi. Maslahat yig'inlari Qusayning uyida ichiladi. Jangda to'qadash ishimi uning qo'lida edi. Qusay o'lish oldida yuqorqi ishlarni o'g'illaridan Abduddarga o'tkazib berdi. Lekin Abdumanabning avlodi tag'asi Abduddar avlodining yuqorqi vazifalarni o'tashdek faxriy o'ringa ega bo'lib olishiga qo'shilmaslik qaroriga kelishdi. Ularning orasidagi ta'talash urushga berib taqiladigan chaqda ikki tarafning aql farosatlik odamlari ishning oldini olib, Baytullohga tavafga borganlarni zamzam suvi va tomoq bilan ta'minlash vazifasini Abdumanab avlodiga berdi. Abdul Mutallibning o'g'li Abbosgacha mazkur vazifa ularning qo'lida bo'lib keldi. Shuningdan keyin yanala Abbos avlodining boshqarishida bo'ldi. Ammo Baytullohni boshqarish va xizmatini qilish vazifasi Abduddar avlodining eligida qoldi. Islom dini maydonga kelgandan keyin ular boshqaraverdi. Bu vazifa hozirga qadar ularning qo'lida bo'lib kelmoqda. Ular bo'lsa Shaybaning o'g'illari, Shayba Osmonning o'g'li, Osmon Abu Talhaning o'g'li, Abu Talha Abdul Uzzaning o'g'li, Abdul Uzza Osmonning o'g'li, Osmon Abduddarning o'g'li edi. To'qadash vazifasini Abduddar avlodi davomlashtirib keldi. Islom dini maydonga kelgandan keyin bu vazifa ularning qo'lidan musulmonlar xalifasining elikiga o'tkazib berildi. Musulmonlar xalifasi uningga o'zi muvofiq deb qaragan kishini qo'ydigan bo'ldi. Maslahat va qaror chiqarish yig'inlarini etishmo musulmonlar xalifasining qo'liga topshirildi. Qusayning otasi Kalab, onasi Sa'adning qizi Fatima edi. Fatima Yamaniyalik bo'lib, Azdushanu qabilasidan edi. Kalabning otasi Murra, Murraning onasi Hindi edi. Hindi bo'lsa Fihri ibn Malik jamiyatiga mansub Sarirning qizi edi. Murraning otasi Ka'b, onasi Shaybanning qizi Mahshiya edi. Shayban Fihri jamiyatidan edi. Ka'bning otasi Lu'ay, onasi Quza'a qabilasidan bo'lgan Ka'bning qizi Mariya edi. Lu'ayning otasi G'olib, onasi Yaxlutning qizi Atika edi. Yaxlut Nazir ibn Kinana jamiyatidan edi. G'olibning otasi Fihri, onasi Harisning qizi Layla edi. Haris Huzayl qabilasidan edi. Rivoyatlarning ko'p qismida Fihri dal Qurayshning o'zi. Fihrining avlodi Qurayshlar deyiladi.
Quraysh qabilasi 12 cemaatdan iborat bo'lib, ular Abdumanab cemaati, Abduddar ibn Qusay cemaati, Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay cemaati, Zuhra ibn Kilab cemaati, Mahsum ibn Yaqiza ibn Murra cemaati, Tamim ibn Murra cemaati, Tim ibn Murra cemaati, Adi ibn Ka'b cemaati, Sahim ibn Hasis ibn Ka'b cemaati, Cuma ibn Hasis ibn Amr ibn Ka'b cemaati, Amir ibn Luay cemaati, Tim ibn G'olib cemaati, Haris ibn Fihri cemaati, Muharib ibn Fihri cemaati edi. Ulardan Mekkada o'ltiraqlashganlar Say Qurayishlari, Mekkaning atrofida o'ltiraqlashganlar Sirt Qurayishlari deyiladi. Fihrining otasi Malik, onasi Amirning qizi Jandala bo'lib, Amir Jurhumliq edi. Malikning otasi Nazir, onasi Advan ibn Qays Aylanning qizi Atika edi. Nazirning otasi Kinana, onasi Tamim jamaatidan Murraning qizi Barra edi. Kinananing otasi Xuzayma, onasi Sa'd ibn Qays Aylanning qizi Avana edi. Xuzaymaning otasi Mudrika, onasi Quzaalik Aslamning qizi Salma edi. Mudrikaning otasi İlyas, onasi Şan Shavkatlik Dangdar Xanzab edi. İlyasning otasi Muzar, onasi Janda ibn Ma'dining qizi Rabob edi. Muzarning otasi Nizar, onasi Akining qizi Savda edi. Nizarning otasi Ma'ad, onasi Jurhumluq Javshamning qizi Muana edi. Ma'adning otasi Adnan edi. Tarix olimlari va muhaddislar birdek to'g'ri deb qaragan nasab Muhammad alayhissalomning nasabidir. Ammo Adnanning yuqorisidagi ajdodlarini sanash durust emas. Qisqasi, Payg'ambar alayhissalomning nasabi İbrahim alayhissalomning o'g'liga, ya'ni keyin arablashib ketgan arablarning otasi Ismoilga yetib boradiganligi masalasida tarix olimlari va muhaddislarning fikri birdek. Ko'rib turibsizki, Payg'ambar alayhissalomning nasabi esil nasab, pak atalar, pak analardir. Payg'ambar alayhissalomning yuqorqi otalarining pushtidan onalarining qarniga yo'tkilib, oxiri tug'ilish bilan Alloh uni payg'ambarlikka tanlagan. Payg'ambar alayhissalomning nasabi arablar ichida eng esil va eng yuqori martabalik bo'lgan Quraysh qabilasidan edi. Payg'ambar alayhissalomning zanjirsimon ota-bobolarining hammasi esil zotlar, arboblar bo'lib, ularning ichida biror chakana odamni uchratmaysiz. Shuningdek, uning ona taraf ajdodlarimi nufuzliq, atoqli qabilalardan edi. Shubhisizki, nasabi esil, tigapok bo'lish payg'ambarlikning shartlaridandir. Payg'ambar alayhissalomning ota-onalarining qo'shilishi arablarning qoidasi bo'yicha qonuniy yo'l bilan bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning nasabi jahiliyatning fohishvozliklari bilan bulg'anmagan. Allohga shukri, Allah payg'ambar alayhissalomni uningdan pak qilgan. Ikkinchi bob Abdullohning Ominaga uylanishi va Ominaning homildor bo'lishi. Abdullah otasi Abdulmutallibning eng amroq bolasi edi. Abdullah 18 yoshga kirganda otasi uningga Vahbining qizi Aminani ilib berdi. Vahbi Abdumanabning o'g'li, Abdumanab Zuhraning o'g'li, Zuhra Kilabning o'g'li edi. Bu chaqda Amina nasab va qabila jihatdan Quraysh ayollarining eng esili edi. U Abdullahning nikohiga o'tib, uzun o'tmay payg'ambar alayhissalomga amildor bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom onasining qurusig'ida 2 oylik bo'lganda otasi Abdullah vafot bo'lib, Adi ibn Najjarning avlodi bo'lgan tog'alarining qishida Madinada dafn qilindi. Abdullah Shamga savdo uchun berib, qaytib kelib o'tib Madinaga kelganda qazo topgan edi. Aminaning oy kuni to'shib, bolasi tug'ildi. Dunyoning bo'lin pushqoqlargacha ma'rifat ruhini tarqatgan, go'zal axloqlarni mukammallashtirgan bu ulug' buvoq bilan jahon umidvorlandi. Marhum astronom Mahmud Pasha Muhammad alayhissalomning Rabiul Avval oyining 9-kuni dushanba atiganda tug'ilganligini, bu vaqtning milodiyaning 571-yili 4-oyning 21-kuniga, ya'ni Fil vaqasining 1-yiliga to'g'ri keladiganligini aniqlab chiqdi. Payg'ambar alayhissalom Bani Hashim ko'chisida Abu Talibning qo'rosida tug'ildi. Abdurrahman ibn Avfning onasi Shaffa tug'ut onasi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomning onasi Amina payg'ambarimizning cho'ng dadasiga xush xabar yetkazishga kishi avatdi. Cho'ng dadasi xushal holda kelib, uningga Muhammad deb ot qo'ydi. Bu ism burun arablar ichida qo'llanilmagan edi. Alloh o'z irodasini ishga oshirmoqchi bo'ldi.
Payg'ambarlarga nozil qilgan Tavrat, Injilga o'xshash kitoblarda bu ism zikr qilingan. Allah irodasini ishga oshirish yuzasidan Rasulullohni shundoq atashni cho'ng dadasining ko'ngliga solgan. Otasi Abdullohning dediki, Habashlardan bo'lgan Ummu Ayman baraka payg'ambar alayhisalomga tarbiya onasi bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomni o'z onasidan keyin birinchi qatim emitgan ayol tog'asi Abu Lahabning dediki, Soyba edi. 3-bob emitish. Balaning zirik bo'lishi uchun sahrodan inik ona tepib kelib, balalarini emgizish arablarning odati edi. Shaharlarda tarbiyalangan bala galvon, bo'shang bo'ladi deyishadi. Sa'd ibn Bakr qabilasidan bir turkum ayollar emgizadigan bala izlab keladi. Maqtashga loyiq buvoq Muhammad Bani Sa'd qabilasidan Abu Zuaybning qizi Halimaga to'g'ri keladi. Halimaning erining ismi Abu Kabasha edi. Quraysh xalqi payg'ambar alayhisalomni masxara qilgan chog'larda uni Abu Kabashaga mansub qilib, Abu Kabashaning o'g'li osmondan so'zlaydi deyishadi. Payg'ambar alayhisalomni emgizgan 4 yildan ortiq vaqt davomida Halimaning oilasiga barakat yoqqan. 4-bob Rasulullohning ko'kragi yerilish vaqasi. Payg'ambar alayhisalom Halimaning tarbiyasidagi vaqtida muhim bir voqea yuz berdi. Payg'ambar alayhisalomning ko'kragi yerilib, shaytonning vasvasasi chiqarib tashlandi. Bu voqeadan qo'rqinch ichida qolgan Halima uni onasiga qaytarib berdi. Halima bu voqeaning jarayonini so'zlab mundoq deydi. U qarindoshlari bilan uyimizning orqasida qo'zilar orasida o'ynayotdi. Uning qarindoshi yugurib kirib, menga va dadasiga haliqi Qurayshlik qarindishimni oq kiyimlik 2 kishi tutib olib, yatqizib qursqini yerib, qamchi bilan qo'chiyotdi dedi. Otasi bilan ikkimiz chiqib qarasak, uning rangi o'ngib ketibdi. Ikkimiz uni quchoqlab, "Nima bo'lding o'g'lim?" deb so'rasak, u oq kiyimlik 2 kishi kelib, birisi hamrohi g'amini ko'rsatib, "Mushumu" dedi, hamrohi "Shu" deb javob berdi. Shuning bilan ular menga etildi va meni yatqizib, qursqimni yerib, bir narsani oqtirib elib tashlab etdi. Uning nimaligini bilmayman dedi. 5-bob Rasulullohning Amina vafot bo'lgandan keyin Abdul Mutallibning quliga qilishi. Abdul Mutallib vafot bo'lgandan keyin Abu Talibning quliga qilishi. Onasi payg'ambar alayhisalomni Halimadan topshirib olib, Abdullohning tog'alaridan bo'lgan Adi ibn Najjar jamoatini yo'qlash uchun Madinaga birga olib bordi. Amina Madinadan qaytib kelib etib, yo'lda Abwa degan joyda qazo qildi. Payg'ambar alayhisalomni Ummu Ayman boqdi. Cho'ng dadasi Abdul Mutallib o'z tarbiyasiga oldi. U payg'ambar alayhisalomning kelgusida buyuk odam bo'ladiganligini, uningda ko'rilgan alomatlardan bayqaganligi uchun payg'ambar alayhisalomga bolasidan ortiq kuyunadi. Uni bakmu e'tiborlaydi. Payg'ambar alayhisalom 8 yoshga kirganda Abdul Mutallib vafot bo'ldi. Shuning bilan dadasining qarindoshi Abu Talibning quliga qoldi. Abu Talib uningga kuyimchan va homiy edi. Abu Talibning qo'li qisqa edi. Allah uning oz milini barakatli qildi. Payg'ambar alayhisalom tog'asi Abu Talibning tarbiyasida bo'lgan muddatda qanoatchilikda, odatda ushoq bolalar shug'ullanadigan ma'nisiz ishlardan yiroq bo'lishda namuna edi. Tarbiya onasi Ummu Aymanning rivoyat qilishicha, tamoq vaqtida bolalar kelib talashib ketsa-mu, payg'ambar alayhisalom Allohning beradiganiga qanoatlanib turadi. 6-bob Rasulullohning Shamga qilgan tunji safari. Payg'ambar alayhisalom 12 yoshga kirganda tog'asi va tarbiyachisi tijorat bilan Shamga bormoqchi bo'ldi. Payg'ambarimizga tog'asidan ayrilish og'ir tuyuldi. Tog'asining ishi og'irib, uni birga olib bordi. Bu payg'ambar alayhisalomning tunji safari bo'ldi. Ular Shamda uzoq turmadi. Karvandagilar Busra atrofida rahib Buhayra bilan uchrashib qoldi. Buhayra ulardan Yahudilarning muqaddas kitobida bayon qilingan mushu zamonda arablar ishidan maydonga keladigan payg'ambar to'g'riliq so'radi. Karvandagilar undaq kishining texi maydonga kelmaganligini